Respublika miqyosida o'tkazilayotgan tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Sayxunobod tumanida ko'p miqdordagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Tezkor qidiruv xizmati, Jinoyat qidiruv boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda Bojxona boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotga asosan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Sayxun blok postida Toshkent-Termiz yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtomashina to'xtatilib, xolislar ishtirokida belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida avtomashinaning orqa eshigi qismidan 180 ta konvolyutida jami 2516 dona Regepen yozuvli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Aniqlanishicha, avtomashinada bo'lgan 3 nafar shaxslar mazkur dori vositalarini o'zaro til biriktirgan holda Farg'ona viloyatida yashovchi tanishlardan noqonuniy yo'l bilan sotib olganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan qonun hujjatlariga muvofiq tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish, aholi salomatligini himoya qilish borasidagi tezkor profilaktik tadbirlar izchil davom ettirilmoqda.